O'qishga, ishga ketayotganingizda sumkangizga sig'adigan miniaturchalarni arzon narxga ham estetichniy, sovg'a qilsangiz ham bo'ladi. O'zingiz sumkangizda olib doimgi sepib yursangiz ham bo'ladi. Bu asal miniaturlar korobkada 5 dona bo'ladi. Qanaqa arzonga zakaz qilish o'rgatib qo'yaman. Videoga like bosib, do'koningizga tez tashlab qo'ying. Taksi chaqiradigan Yandex.Go ilovasini yuklab olasiz va bu yerdan market degan bo'limga kirib olasiz. O'zi ham bu marketdan xohlagan narsangizni topishingiz mumkin. Tovarlarni topishga kirib miniaturlar deb yozsangiz, o'zi har xillik kelib chiqadi. Bu do'konda hamma har xil narx qo'ygan va biz katta chegirmaga tushgan bitta 75 ming so'mligidan bitta 69 ming so'mlikdan olamiz va mashinani shunaqa ayiqchaligini rosa yaxshi ko'raman. Bitta miniaturchadan ham bitta savatkani bosamiz, bundan ham. Keyin pastda savat belgisini bosasiz. Keyin bo'lsa korzinkada nimalar xarid qilganingiz ko'rinib turadi va pastga sursangiz promokod yozuvi chiqadi. Ustiga bir gul hayot ro'parasidagi strelkani bossangiz narx bor yo'g'i 95 ming so'mga aylanadi. Bu promokoddan faqat atir uchun emas, siz xohlagan narsangizni olsangiz bo'ladi, faqat birinchi buyurtma uchun ishlaydi. Rasmiylashtirishga o'tib 100 ga yaqin punkt belgilaysiz, tekinga promokod muddati tugamasdan foydalaning, yaqinlarga ulashing.